katta o'lchamdagi truba va fittinglarga trayningssiz qo'shimcha 20-25 ta kichkina truba ulash jarayonini birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga maxsus nasatkalar kerak bo'ladi. Nasatkalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ya'ni svirnolarga bu 1 mm ga kichkina bo'ladi. Masalan, 31 bo'ladigan bo'lsa, bu 32 talik fittingga mo'ljallangan. Mana, ya'ni ichki o'lchamga to'g'ri keladi. Yoki 25 talik bo'ladigan bo'lsa, bizda 24 mm, ya'ni ichki diametr bilan bir xil bo'ladi. O'zi maxsus svirno bo'ladi. Shu yordamida hozir biz 20 talik turbani ulaymiz. Ya'ni mana manometrni shu joyga ulashimiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, mana fitting ichki o'lchami bilan bir xil bo'ldi. Bizda mana fitting bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atot, mufta, platot bo'ladigan bo'lsa, o'shani ichki diametrda bir xil qilib svirnoda mana teshib beradi. Fittingga qanday ulangan bo'lsa, mana bu traynik yoki trubalarni, kurlarni qalin, stenkasi qalin bo'lgan hisobga bemalol bularni teshib ulasa bo'ladi. Salomat bo'linglar.